Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabinlar. Bugun men sizlarga 12 avgustdan boshlab pensionerlar hayotiga bevosita ta'sir qiladigan juda muhim o'zgarishlar haqida gapirib beraman. Bu ma'lumot nafaqat pensiya olayotgan ota-onaxonlarimizga, balki ularning farzandlari, nabiralari, qarindoshlari va umuman har bir oilaga tegishli. Chunki bitta hujjatdagi xato, bank kartasidagi muammo yoki ma'lumotlar bazasidagi nomuvofiqlik pensiya to'lovining kechikishiga, qayta hisob kitobga yoki ortiqcha to'langan pulni qaytarish talabiga olib kelishi mumkin. Shuning uchun hozir videoni oxirigacha ko'ring. Men ekspert sifatida sizga oddiy tilda tushuntiraman. Oldin qanday edi, endi nima o'zgaradi? Kimlar albatta tayyorlanishi kerak? Kimlar xavotir olmasa ham bo'ladi? Qaysi hujjatlar kerak bo'ladi va eng muhimi, pensiyangiz to'xtab qolmasligi uchun bugundan nima qilish kerak? Kanalga hoziroq obuna bo'ling. Videoga like bosing. Chunki bunday ma'lumotlar ko'p odamlarning pulini, vaqtini va asabini saqlab qoladi. Avval ko'p jarayonlar ancha sekin va qo'lda yuritilardi. Pensionerning ish staji, yashash manzili, pasport ma'lumoti, bank kartasi. Nogironlik holati yoki boquvchisini yo'qotganlik bo'yicha ma'lumotlari turli tashkilotlarda alohida saqlanardi. Masalan, pensiya jamg'armasida bir ma'lumot, bankda boshqa ma'lumot. FHDYO tizimida yana boshqa ma'lumot bo'lishi mumkin edi. Shu sababli ayrim holatlarda pensioner bir tashkilotga borib, ikkinchi tashkilotdan ma'lumotnoma olib kelardi, keyin yana mahallaga, keyin bankka, keyin tuman pensiya bo'limiga murojaat qilardi. 12 avgustdan boshlab asosiy urg'u elektron tekshiruv, ma'lumotlarni avtomatik solishtirish, to'lovlarni aniqroq nazorat qilish va pensionerning haqiqiy holatini tasdiqlashga qaratiladi. Ya'ni endi tizim ko'proq savol beradi. Bu odam haqiqatan ham shu manzilda yashayaptimi? Bank kartasi faolmi? Pasport ma'lumoti yangilanganmi? Nogironlik muddati tugamaganmi? Fuqaro chet elda uzoq qolib ketmaganmi? Pensioner vafot etgani haqida ma'lumot FHDYOdan kelganmi? Ish staji bo'yicha oldin kiritilgan ma'lumotlar to'g'rimi? Buni oddiy qilib aytsam, oldin ko'p narsa odam borib aytadi, hujjat olib keladi. Xodim qo'lda tekshiradi. Tamoyiliga yaqin edi. Endi esa tizim men o'zim solishtiraman, nomuvofiqlik bo'lsa to'lovni aniqlashtiraman degan tamoyilga o'tmoqda. Bu yaxshi tomoni bilan pensiyalarni adolatli, tez va shaffof qilishga xizmat qiladi. Lekin tayyor bo'lmagan odam uchun vaqtinchalik muammo ham tug'dirishi mumkin. Masalan, bank kartasi muddati tugagan bo'lsa, pasport almashtirilgan va bankka yangi ma'lumot berilmagan bo'lsa, yashash manzili o'zgargan va tizimda eski manzilda turgan bo'lsa, pensiya to'lovi kechikishi mumkin. Main Part nimalarni bilish kerak? Kim xavotir olishi kerak? Kim xavotir olmasa ham bo'ladi, birinchi bilishingiz kerak bo'lgan narsa. Pensiya to'lovida asosiy rolni 3 ta ma'lumot o'ynaydi. Birinchisi shaxsni tasdiqlovchi ma'lumot. ID karta yoki pasportdagi ism, familiya, tug'ilgan sana, JSHR raqami. Ikkinchisi to'lov ma'lumoti, bank kartasi, hisob raqami. Karta muddati pensionerning o'z nomiga rasmiylashtirilganligi. Uchinchisi huquqni tasdiqlovchi ma'lumot, yoshga doir pensiya, nogironlik pensiyasi, boquvchisini yo'qotganlik pensiyasi, ustamalar, ish staji, imtiyozlar va boshqa asoslar. Masalan, Toshkent viloyatida yashovchi 6-7 yoshli fuqaro oyiga 1 million 2 ming so'm pensiya oladi deylik. Uning bank kartasi 2024 yil iyul oyida tugagan, lekin o'zi buni payqamagan. Oldin ayrim hollarda to'lov kechiksa ham odam bankka borgach muammo hal bo'lardi. Endi esa elektron nazorat kuchaysa, kartaning muddati tugaganligi tizimda darhol ko'rinadi va to'lov eski kartaga tushmaydi. Pensioner nega pulim kelmadi deb kutib o'tiradi. Aslida esa u 10 daqiqada bankka borib kartasini yangilashi, yangi rekvizitni pensiya bo'limi yoki bank tizimi orqali bog'latish kerak bo'ladi. Ikkinchi misol. Farg'onada yashovchi onaxon eski pasportini ID kartaga almashtirgan, lekin bankdagi ma'lumotda hali ham eski pasport seriyasi turibdi. Pensiya jamg'armasidagi ma'lumot JSHR orqali to'g'ri chiqadi. Bankda esa eski hujjat turadi. Bunday nomuvofiqlik kichikdek tuyuladi, lekin to'lov xavfsizligi nuqtai nazaridan tizim buni muammo deb qabul qilishi mumkin. Natijada pensioner bankka chaqiriladi yoki to'lov vaqtincha ushlanadi. Shuning uchun men doim aytaman, pasport yoki ID kartani almashtirgan bo'lsangiz, faqat uyda saqlab qo'ymang, bankdagi va tegishli tizimlardagi ma'lumotlar ham yangilanganini tekshiring. Uchinchi misol. Samarqandda yashovchi 72 yoshli otaxon har oy pensiyasini naqd ko'rinishda olgan. Lekin u bir necha oy oldin boshqa tumandagi farzandining uyiga ko'chib o'tgan. Rasmiy yashash manzilini esa o'zgartirmagan.
naqd pensiya yetkazish yoki mahalla bo'yicha tekshiruvda u eski manzilda topilmasa savol tug'iladi. Pensioner qayerda, o'zi olyaptimi? Ishonchnoma bormi? Pul kimga berilyapti? Mana shunday vaziyatlarda muammo bo'lmasligi uchun yashash manzili o'zgargan bo'lsa, buni rasmiylashtirish kerak. Ayniqsa pensioner doimiy ravishda boshqa manzilda yashayotgan bo'lsa, farzandlari bunga befarq bo'lmasligi shart. Birinchi toifa pensiyasini naqd pul shaklida oladiganlar. Bank kartasiga o'tmagan, uyga yetkazib beriladigan to'lovga o'rganib qolgan pensionerlar ko'proq tekshiruvga tushishi mumkin. Chunki naqd pulda inson omili ko'proq. Xatolik va suiiste'mol xavfi yuqoriroq. Agar siz yoki ota-onangiz naqd pensiya olayotgan bo'lsa, to'lov kimga berilayotganini, imzo kim tomonidan qo'yilayotganini, ishonchnoma bor yo'qligini tekshirib qo'ying. Ikkinchi toifa. Bank kartasi muddati tugagan yoki yo'qolgan pensionerlar. Hozir ko'pchilik kartani sumkaga solib yuradi, muddati qachon tugashini ko'rmaydi. Karta old tomonida oy va yil yozilgan bo'ladi. Masalan, 08/24 deb yozilgan bo'lsa, avgust oyida karta muddati tugaydi. Agar pensiya aynan shu kartaga tushsa, vaqtida yangilamasangiz, to'lov kechikadi. Uchinchi toifa, nogironlik pensiyasi oluvchilar. Chunki nogironlik muddati doimiy yoki muddatli bo'lishi mumkin. Agar tibbiy ijtimoiy ekspertiza xulosasi ma'lum muddatga berilgan bo'lsa, o'sha muddat tugaganda tizim savol beradi. Bu fuqaroning nogironlik maqomi davom etyaptimi yoki yo'qmi? Agar qayta ko'rikdan o'tish kerak bo'lsa-yu, vaqtida o'tilmasa, pensiya yoki ustama to'xtab qolishi mumkin. To'rtinchi toifa, boquvchisini yo'qotganlik bo'yicha pensiya olayotgan oilalar. Bu yerda bolalarning yoshi o'qish holati, kunduzgi ta'limda o'qiyotgani, nikohga kirgani, ishga joylashgani kabi omillar ta'sir qilishi mumkin. Masalan, 17 yoshga to'lgan farzand agar kunduzgi bo'limda o'qiyotgan bo'lsa, ayrim hollarda to'lov davom etishi uchun o'qish joyidan ma'lumot talab qilinadi. Agar bu ma'lumot tizimga tushmasa, to'lovda uzilish bo'lishi mumkin. 5-toifa, ishlayotgan pensionerlar. Ishlayotgan pensionerning daromadi ish joyi. Ijtimoiy soliq to'lovlari va pensiya huquqi bo'yicha ma'lumotlar ham solishtiriladi. Odam pensiyaga chiqqanidan keyin ishlashi mumkin. Bu taqiqlangan emas. Lekin ayrim ustamalar yoki alohida holatlar bor. Ular ish holatiga qarab tekshirilishi mumkin. Shuning uchun ish beruvchi sizning ma'lumotlaringizni to'g'ri kiritganmi? Mehnat shartnomasi rasmiylashtirilganmi? Buni ham nazorat qilish kerak. Kimlar xavotir olmasa ham bo'ladi? Agar sizning ID kartangiz ma'lumotlari yangilgan bo'lsa, bank kartangiz faol bo'lsa, pensiya o'z nomingizdagi hisobga tushayotgan bo'lsa, yashash manzilingiz tizimda to'g'ri ko'rsatilgan bo'lsa, nogironlik yoki boshqa imtiyozli holatingiz muddati tugamagan bo'lsa, sizda katta xavotirga asos yo'q. Lekin baribir tekshiruv o'tkazish foydali. Chunki ko'pincha muammo odam kutmagan joydan chiqadi. Bitta harf noto'g'ri yozilgan, tug'ilgan sana xato kiritilgan, karta bloklangan, telefon raqami eski, SMS boshqa odamga ketayotgan bo'lishi mumkin. Endi eng muhim nozik jihatlarga o'tamiz. Birinchi nozik masala ortiqcha to'langan pensiya. Ko'pchilik davlat pulni o'zi berdi, men aybdor emasman deb o'ylaydi. Lekin amaliyotda agar pensionerga asossiz ravishda ortiqcha pul to'langan bo'lsa, keyin bu aniqlansa, ortiqcha summa qaytarilishi talab qilinishi mumkin. Masalan, biror ustama hujjat muddati tugaganidan keyin ham 6 oy davomida to'lanib kelgan bo'lsa, har oy 300 ming so'mdan 6 oyda 20.800 ming so'm yig'iladi. Keyin tizim tekshiruvda buni aniqlasa, bu pulni qaytarish yoki keyingi pensiyalardan ushlab qolish masalasi chiqishi mumkin. Ikkinchi nozik masala ishonchnoma orqali pensiya olish. Agar pensioner yura olmaydigan, kasal yoki chetga chiqa olmaydigan bo'lsa, farzandi yoki yaqin qarindoshi ishonchnoma bilan pensiyani olishi mumkin. Lekin ishonchnomaning muddati notarial tartibda rasmiylashtirilgani, pensionerning roziligi va hayot ekanligi masalalari aniq bo'lishi kerak. Onamning pensiyasini men olib yuraman, uyda onam bor deyish yetarli emas. Hujjat to'g'ri bo'lishi kerak. Aks holda bank ham, pensiya bo'limi ham to'lovni bermasligi mumkin. Uchinchi nozik masala chet elda bo'lish. Ayrim pensionerlar farzandlari yoniga Rossiya, Qozog'iston, Turkiya yoki boshqa davlatga ketadi. 1 oy, 2 oy, ba'zan yarim yil qoladi. Chet elda bo'lishning o'zi pensiyani avtomatik bekor qiladi degani emas. Lekin uzoq muddatli chiqib ketish, yashash manzili, hayotlikni tasdiqlash, to'lovni kim olayotgani kabi savollar paydo bo'lishi mumkin. Agar pensioner uzoq muddat chet elda bo'lsa, oldindan pensiya bo'limidan tartibni aniqlab olgani yaxshi. Keyin bilib olamiz deyish ba'zan qimmatga tushadi.
To'rtinchi nozik masala vafot etgan pensionerning pensiyasi. Bu juda og'ir mavzu, lekin aytishim kerak. Ba'zan pensioner vafot etadi, lekin bank kartasi farzandlarida qoladi va ular yana 1-2 oy pul yechib oladi. Ayrimlar buni baribir ota-onamizning puli edi deb o'ylaydi. Lekin bu qonuniy jihatdan juda xavfli. Vafotdan keyin to'lovlar boshqa tartibda ko'riladi. Meros va dafn puli masalalari bor. Kartadan pul yechish esa keyinchalik tekshiruvda muammo keltirib chiqarishi mumkin. Shuning uchun bunday vaziyatda eng to'g'ri yo'l FHDYG'da o'limni rasmiylashtirish, pensiya bo'limiga xabar berish, dafn puli yoki tegishli to'lovlar bo'yicha qonuniy murojaat qilish. 5-nozik masala firibgarlar. 12 avgustdan o'zgarish bo'ladi degan gaplar tarqalishi bilan firibgarlar ham faollashadi. Ular telefon qilib, pensiyangiz to'xtab qolmasligi uchun karta raqamingizni ayting, SMS kodni ayting, PIN kodni ayting. Biz pensiyani qayta ulab beramiz deyishi mumkin. Men qat'iy ogohlantiraman, hech qachon SMS kodni, bank karta PIN kodini, karta orqasidagi CVV kodni hech kimga aytmang. Pensiya jamg'armasi xodimi ham, bank xodimi ham sizdan telefon orqali SMS kod so'ramaydi. Agar kimdir shunday desa, bu katta ehtimol bilan firibgar. 6-nozik masala oiladagi nizolar. Ba'zi oilalarda pensionerning kartasi farzandi bo'ladi. Pensionerning o'zi pulni ko'rmaydi. Yangi tartib va nazorat kuchayishi bunday holatlarni ham yuzaga chiqarishi mumkin. Pensiya shaxsiy daromad hisoblanadi. Uni pensionerning roziligisiz boshqa odam ishlatishi to'g'ri emas. Agar otaxon yoki onaxon pulni o'zi boshqarishni xohlasa, karta o'zida bo'lishi, telefon raqami o'z nomida yoki ishonchli odam nazoratida bo'lishi kerak. 7-nozik masala eski mehnat daftarchalari va staj. Ayrim pensionerlar 35 yil ishlaganman, lekin pensiyam kam deb shikoyat qiladi. Sababi ko'pincha staj to'liq tasdiqlanmagan bo'ladi. Eski korxona yopilgan. Arxiv hujjati topilmagan, mehnat daftarchasida muhrni aniq lavozim yozuvi tushunarsiz. Elektron tizimga o'tish jarayonida bunday ma'lumotlar qayta ko'rilishi mumkin. Agar sizda qo'shimcha stajni tasdiqlovchi hujjatlar bo'lsa, ularni yo'qotmang. Mehnat daftarchasi, arxiv ma'lumotnomasi, buyruq nusxasi, ish haqi to'g'risidagi ma'lumotnoma, harbiy xizmat hujjatlari, bola parvarishi davri bilan bog'liq hujjatlar pensiya miqdoriga ta'sir qilishi mumkin. Endi men sizga aniq harakatlar rejasini beraman. Birinchi qadam, shaxsiy hujjatlarni tekshiring. ID karta yoki pasportingiz amaldami? Ism familiyangiz hamma joyda bir xil yozilganmi? Tug'ilgan sana to'g'rimi? Shir raqamingiz bankda va pensiya tizimida to'g'ri kiritilganmi? Agar pasportingizni yaqinda almashtirgan bo'lsangiz, bankka borib ma'lumot yangilanganini so'rang. Ikkinchi qadam, bank kartangizni tekshiring. Karta muddati qachon tugaydi? Karta bloklanmaganmi? Hisob raqam faolmi? Telefon raqamingiz yangimi? SMS xabarnoma ishlayaptimi? Agar karta yo'qolgan bo'lsa yoki uni boshqa odam ishlatayotgan bo'lsa, bankka borib yangi karta oching. Pensiya tushadigan karta imkon qadar pensionerning o'zida yoki ishonchli nazoratda bo'lishi kerak. 3-qadam, pensiya bo'limidagi ma'lumotlaringizni aniqlashtiring. Tuman pensiya jamg'armasi bo'limiga murojaat qilib, sizning pensiya turi, miqdori, ustamalar, imtiyozlar va to'lov usuli bo'yicha ma'lumotlar to'g'ri ekanini so'rashingiz mumkin. Agar borishga qiynalsangiz, farzandingiz bilan boring yoki rasmiy ishonchnoma orqali murojaat qiling. Shuningdek, Davlat xizmatlari markazi yoki MyTongokov uz orqali ham ayrim ma'lumotlarni tekshirish imkoniyatlari mavjud bo'lishi mumkin. 4-qadam, yashash manzilingizni tartibga keltiring. Agar siz bir joyda ro'yxatda turib, boshqa joyda doimiy yashayotgan bo'lsangiz, hech bo'lmasa pensiya to'lovi bilan bog'liq tashkilotlarga buni tushuntirib qo'ying. Ayniqsa naqd pensiya oluvchilar uchun bu juda muhim. Pochtachi yoki mas'ul xodim eski manzilga borsa, siz topilmasangiz, to'lovda savol tug'ilishi tabiiy. 5-qadam, nogironlik yoki imtiyoz hujjatlarini tekshiring. Tibbiy ijtimoiy ekspertiza xulosasi muddati tugamaganmi? Guruh doimiymi yoki muddatlimi? Qayta ko'rik sanasi qachon? Qo'shimcha parvarish nafaqasi yoki ustamalar uchun asos mavjudmi? Agar muddat yaqinlashgan bo'lsa, oxirgi kunga qoldirmang. Tibbiy ko'rik, poliklinika hujjatlari, yo'llanma, tahlillar vaqt oladi. 6-qadam. Boquvchisini yo'qotganlik pensiyasi olayotganlar o'qish hujjatlarini tayyorlab qo'ysin. Farzand 19 yoshdan oshgan bo'lsa va kunduzgi ta'limda o'qiyotgan bo'lsa, o'qish joyidan ma'lumotnoma kerak bo'lishi mumkin. Unda talabaning FIsh, tug'ilgan sanasi, ta'lim shakli, kursi va o'qish muddati aniq ko'rsatilgani ma'qul. Sirtdan o'qish, masofaviy o'qish
yoki akademik ta'til kabi holatlarda tartib boshqacha bo'lishi mumkin. Shuning uchun buni alohida aniqlashtirish zarur. 7-qadam, staj bo'yicha hujjatlarni bir joyga jamlang. Mehnat daftarchasi, arxiv ma'lumotnomalari, sobiq ish joylaridan olingan hujjatlar, harbiy bilet, bola parvarishi davri, oliy ta'lim davri. Kolxoz yoki shirkat xo'jaligidagi ish davri bo'yicha mavjud hujjatlarni alohida papkaga soling. Hujjatning asl nusxasini yo'qotmang, nusxa qilib qo'ying. Agar hujjat eski bo'lsa, skaner qilib elektron ko'rinishda ham saqlab qo'yish foydali. 8-qadam, ishonchnomalarini tekshiring. Agar pensionerning o'zi bankka bora olmasa va pensiyani farzandi olayotgan bo'lsa, ishonchnoma muddati tugamagan bo'lishi kerak. Notarial ishonchnomada aynan qanday vakolat berilgani aniq yozilsin. Pensiya olish, bank hisobini boshqarish, hujjat topshirish, ariza berish. Umumiy gaplar ba'zan bank yoki tashkilot uchun yetarli bo'lmasligi mumkin. 9-qadam. Ariza yozishni biling. Agar pensiyangiz kelmasa, og'zaki shikoyat bilan cheklanib qolmang. Tuman pensiya bo'limiga yozma ariza bering. Arizada FIsh, JSHR, yashash manzili, telefon raqami, pensiya turi. Muammo sanasi va talabingizni aniq yozing. Masalan, 2024 yil avgust oyi uchun pensiya to'lovi bank kartamga kelmadi. Sababini aniqlab berishingizni va to'lovni tiklash choralarini ko'rishingizni so'rayman. Arizadan nusxa oling. Qabul qilingan sanani belgilating. 10-qadam, farzandlar ota-onasiga yordam bersin. Ko'p ota-onaxonlarimiz raqamli tizimni yaxshi tushunmaydi. Ular SMS, ilova karta muddati, My.uz, JSHR degan narsalardan cho'chishi mumkin. Farzand sifatida siz bir soat vaqt ajratsangiz, ota-onangiz bir oy asabiylashmaydi. Kartasini tekshirib bering, hujjatini ko'rib chiqing, pensiya bo'limiga birga boring, telefon raqamini yangilab qo'ying. Bu oddiy yordam emas. Bu oilaviy mas'uliyat. Agar muammo chiqsa nima qilish kerak? Birinchi navbatda vahimaga tushmang. Pensiya kelmasa darhol to'xtatib qo'yishdi deb o'ylamang. Avval bank ilovasida yoki bank filialida hisobni tekshiring. Keyin pensiya jamg'armasi bo'limiga murojaat qiling. Agar muammo karta muddatida bo'lsa, bank hal qiladi. Agar hujjat nomuvofiqligida bo'lsa, ma'lumot yangilanadi. Agar ustama yoki nogironlik muddati bilan bog'liq bo'lsa, tegishli hujjat topshiriladi. Agar sizga javob berishmasa yoki asossiz rad etilsa, yuqori tashkilotga, davlat xizmatlari markaziga yoki rasmiy murojaat portallari orqali yozma shikoyat qilish mumkin. Men yana bir narsani alohida ta'kidlayman. Har qanday o'zgarishning maqsadi pensionerni qiynash emas, tizimni tartibga solish bo'lishi kerak. Lekin tizim qanchalik elektron bo'lmasin, uning ichiga noto'g'ri ma'lumot kirsa, natija ham noto'g'ri chiqadi. Shuning uchun pensionerning o'zi va uning yaqinlari ma'lumotlarning to'g'riligini nazorat qilishi zarur. Bir dona eski telefon raqami, bir dona muddati tugagan karta yoki bir dona noto'g'ri yozilgan familiya pensiya to'lovini bir necha kunga kechiktirishi mumkin. Demak, 2-avgustdan keyingi o'zgarishlarda eng muhim masala bu ma'lumotlarning to'g'riligi. Bank kartasining faolligi, hujjatlarning yangiligi va pensiya huquqini tasdiqlovchi asoslarning tartibli bo'lishidir. Naqd pensiya oluvchilar, nogironlik pensiyasi oluvchilar, boquvchisini yo'qotganlik bo'yicha to'lov olayotganlar, ishlayotgan pensionerlar, chet elga tez-tez chiqadiganlar va ishonchnoma orqali pensiya oldiradiganlar ayniqsa hushyor bo'lishi kerak. Bugun hujjatlaringizni tekshiring, bank kartangiz muddatini ko'ring. Pensiya bo'limidagi ma'lumotlaringizni aniqlashtiring, kerak bo'lsa ariza yozing va hech kimga SMS kod yoki karta maxfiy ma'lumotlarini bermang. Agar sizda shunday holat bo'lgan bo'lsa, pensiyangiz kechikkanmi? Qayta hisob-kitob qilinganmi yoki hujjat so'rashganmi? Albatta izohlarda yozing. Boshqa tomoshabinlar ham sizning tajribangizdan foyda oladi. Videoga like bosing, kanalga obuna bo'ling va yaqinlaringizga yuboring. Chunki bu ma'lumotni vaqtida bilgan odam pensiyasini, huquqini va xotirjamligini himoya qiladi.